Assalomu alaykum. Bugungi videomizda sizlar bilan brute force attack haqida gaplashamiz. Brute force attack nima? Brute force attack tasavvur qilinglar, siz hech ham bo'lganmi sizda mana shunaqa Instagram login sahifasiga kelib turib, Cristiano deb yozib ko'rgansiz. Passwordga har xil demak kodlarni yozib ko'rgansiz. Zori kirib ketsa, brute force ham xuddi shunaqa. Ya'ni har xil parollarni sinab ko'radi. Nafaqat parol, username'larni ham sinab ko'radi, parollarni ham sinab ko'radi. Mana shunaqa sinab ko'rish kerak bo'lgan narsalarni sinab ko'raveradi. Misol uchun, aytaylik, mana buni Instagramda tasavvur qilinglar. Cristianoni parolini topmoqchimiz, misol uchun. Va biz password joyiga bir nechta parollarni sinab ko'rishimiz mumkin. 10 ta, 50 ta, 100 talab sinab ko'rishimiz mumkin. Hattoki 100 ming talab sinab ko'rishimiz mumkin. Lekin bu ancha ezoradigan ish va demak vaqt juda ham ko'p oladi. Endi biz mana shu 1000 ta, 100 ming talab narsani, ya'ni parollarni sinab ko'radigan parollarimizni qisqa vaqt ichida sinab ko'rishimiz mumkin. Buni fav orqali qilishimiz mumkin. Ya'ni qanaqa qilib fav bizga mana terminal orqali ochsak, fav bizga mana shu parollarni sinab beradi. Ya'ni brute force qilib beradi. Ya'ni mana shu parollarni avtomatik sinab ko'radigan narsa brute force deyiladi. Endi biz nima qilamiz? Terminal orqali kirib, bizda mana shu demak payload bor. Mana shu payload mani Telegram kanalimga albatta tashlab qo'yaman. O'tib olsangiz bo'ladi yoki o'zingiz yozishga ham harakat qiling, yaxshiroq tushunasiz. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu fav degan demak tool. Mana shunaqa tool bor. Ya'ni bizga brute force qilib beradi. Fav. Endi mana. Endi keyingisi nima qilyapti? Dash we, ya'ni men senga payload bermoqchiman, ya'ni word list bermoqchiman. Bizani word listimizni brute force .txt degan word listimizda bor. Va dash u deyapti, ya'ni nimani qilsin, qaysi target bor? Bizda targetni IP-sini yoki o'sha domenini beramiz. Biz mana shunaqa qilib, okay. Keyingisi esa x deyapti, post dot. Ya'ni post degan metod, ya'ni bu haqida bilsanglar kerak, bilmasanglar YouTube'lardan, ChatGPT'dan so'rasanglar ham aytadi. Mana shu serverga so'rov ketyapti. 4 ta asosiy so'rov bor. Get, post, part, delete. Demak, post degan so'rov. Post degan so'rov ketyapti. Dash h, ya'ni content type deyapti, ya'ni qaysi tilda ketyapti serverga, application xww form URL encoded degan formatda ketayotgan ekan serverga ma'lumot. Xo'p, ma'lumot turi shunaqa ekan. Keyingisi dash d, ya'ni parametr bermoqchiman deydi. Parametr degani mana shunaqa username admin va passwordimizga biz bilmaymiz, faz degan narsa qo'yib qo'yamiz. Nimaga passwordga faz degan narsa qo'yib qo'ydik? Sababi mana shu fazni o'rniga biz bergan word listga asoslanib narsalarni almashtirib sinab ko'radi. Aynan mana shuni o'rniga. Dash fr. Bu nima? Bu aynan mana shunaqa javob qaytadigan bo'lsa, ya'ni invalid username degan javob qaytadigan bo'lsa, buni bizga ko'rsatmagan. Ya'ni bizga kerak emas bu narsa. Bizga buni ko'rsatishing shart emas degan narsani kiritib qo'yamiz. Okay, biz shunaqa qilamiz. Hop. Endi enter bosamiz. Bizga ajoyib mana bunaqa g'alati bo'lgan narsalarni qilib tashadi. Mana shunaqa fazza jinniligi bor, shunaqa. Okay, bundoq qilib turamiz. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin bizda fav qilganimda boshida mana bu URLda index.php qo'shilib qolibdi. Index.php ni biz olib tashlashimiz kerak edi. Ya'ni bu sahifada yo'q edi. Shuning uchun to'g'ri sahifa berilishiga ahamiyat beringlar. Biz boshqatdan qilganimizda, mana shu index.php ni o'chirib tashlab boshqatdan qilganimizda ko'rishimiz mumkinki, Ramirez degan parol chiqdi. Mana shu parol chiqdi. Biz okay, topdik.
Endi biza shunaqa qilib, ya'ni admin va paroliga Ramirez deb shunaqa kirganimizda bizda admin panel ochildi. Tabriklayman, siz Brute Force'ni amalga oshirdingiz. Sizlarga yaxshi niyat, menga ham yaxshi niyat, hammaga oq yo'l. Xayr salomat bo'ling, obuna bo'lishni unutmang. Like va do'stlarga ham ulashib qo'ying.